Kombinatimizda olib borilayotgan qurilish, montaj va ta'mirlash ishlarida qurilish-montaj bo'linmasi o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Ayni kunlarda quruvchilar quyi prokatlash majmuasi va unga yondosh tarkibiy bo'linmalar hududlarida bir qancha ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Bizning qurilish-montaj bo'linmamiz ushbu o'tgan oyda quyi prokat majmuasida obodonlashtirish ishlarini olib boryapti. Bu oyda avtoyo'l, beton yo'lni 1000 kvadrat qoplamasini yotqizdi. Asfalt yo'llarini ham bajaryapmiz. Asfalt ishlari 4000 kvadratga yaqin asfalt ishlarini birinchi qoplamasini yotqizdi. Asosan birinchi uchastka xodimlari bilan 7-uchastka xodimlari mana shu ishlarda aktiv ishtirok etishyapti. Bugun mana quyi prokatlash majmuasida ko'plab qurilishlarni biz e'tiborga qaratsak bo'ladi. Metal konstruksiya ishlari deymizmi, beton ishlari deymizmi, asfalt ishlari deymizmi, har bir uchastkani o'zini yo'nalishi bor deb deymiz. Ishchilarimizda mana brigadirimiz Fayzullarov Shokirjon aka, keyin Savurov Ilhomjon aka, Xolmirzayev Abdurasul akalar va yoshlarimizdan Eshmatov Shuhratjonlarda biz ko'proq misol qilib aytsak bo'ladi. Bu ishlar qurilayotgan majmuaning sifatli va o'z vaqtida foydalanishga topshirilishini ta'minlash maqsadida jamoa ishlarni tizimli ravishda tashkil etmoqda. Bu esa kelajakda o'zini sezilarli samarasini beradi.